Assalomu alaykum hammaga. FC Mobile ishqibozlari, demak biz bugungi TOTS chiqqanidan barchamizni xursand etmoqda. Barchani tabriklayman. TOTS kirib keldi bizga do'stlar. Biz $1,5 FC point sotib oldik va bizga 109 Bellingham sovg'aga berar ekan. Bu taxminan 8000 atrofida bo'ladi. Qani bizga Bellinghamni bersak kerak endi. Shunaqa va'da qilingan, lekin qanchadir sotib olinadi va Bellingham sovg'aga deyilgan. Qani ko'rib chiqamiz. Bizni sovg'aga berdimi yoki yo'q? Beradimi yoki yo'q? Fransiyalik SB kim bo'ldi? Just good. Qani Bellingham bizga va'da qilingan Bellingham qani? Bonus qanaqa bonus bu? Mana bizga Bellingham boshlanishi 104 mi 105 bo'lsa kerak. Ko'rib chiqamiz. Angliya Center Mid Real Madrid Jude Bellingham. Hop. Demak, bizda nima yangiliklar? TOTSdan nima yangiliklar? Ko'rib chiqamiz hammasini. TOTS bizga qanday imkoniyatlar beradi? Hayotgancha do'stlar, biz TOTS bizga boshlanishi 109 overdan boshlavardi. 109 ga chiqdik do'stlar. Hop, Matius berar ekan Starbasdan. Bu yerda nimalar bor bu yerda? Hop. Buning uchun. Hop, yaqinarkan 107 berar ekan oxirida. Mascheranolar. Icon. Biz sevgan Icon do'stlar. Hop, Jude Bellingham bizga tanishtirchi. Iconda qanaqa yangiliklar, bizga qanaqa imkoniyatlar bor? Hop, Icon chapter. Xush kelibsiz. Okoche. Hop, sovg'aga berar ekan 106. Qachon? Mana bular to'lgandan keyin menimcha. Sovg'aga 20 ta berar ekan. Bu nima? 200 taga o'ynab chiqarganmiz. Hop. Nantes Okochani berar ekan oxirida. Bularni o'ynab chiqish kerak ekan. Xo'sh, yaxshi. Liga 1da. Liga 1da nima gaplar? TOTS ticket. Burada do'stlar, bu yerda tushunarli o'yin yig'iladi va mana bular oxirigacha ochilib chiqqandan keyin bizga 103 dan 107 Doy va 3 ta Mascheranodan birini tanlash imkoniyati beriladi. Yomon emas. Qani exchangedan bizga qanaqa o'yinchilar, TOTS qanaqa o'yinchilar tuhfa etdi bizga. Hop. Oho. Sovg'aga har doimgidek Henry Van Basten 109, Thuram 109, Donnarumma, Dembele, Joe Neves, Gerrard,
Vitinha, Marquinhos, Shevchenko, Barkolya. PSG o'yinchilar ko'pmi? Judayam choti. David. Aha. Lekin judayam qimmat ekan. Bizda exchange do'stlar, exchange'da yangilik bor, shu desanglar. O'yinchi almashtirish. Hop, ko'rib chiqamiz buni ham. Bu nimasi bo'ldi? Extra time qani endi bizda? Uni qayerda? Extra time yo'qolib ketdimi? Matuyusga nima qilish kerak? Hop. Qanaqa? Oho. Yo'q, kerak emas. Hop, Tots Exchange 104 dan 109 gacha qilib qo'yibdi. Bu nima degani? Tots o'yinchilari bo'lish kerak har doimgidek. Bunda 106 plus o'yinchi bo'lishi kerak. Bizda bor bitta shunaqasi. Tadish degan o'yinchi o'tgan safar extra time'da tushgan va bizga umuman keraksiz futbolchi. Qani ketdik birinchi open pack Totsdan. Xo'sh. Manaka. Sengu. 106 ga 104 berar ekan. Juda bir yaxshi. Hop, buni ko'rdik. Limited exchange, Tots player. Bunisi nima bo'ldi endi? Do'stlar. 80 million pul sarflaysizlar va 104 dan 109 gacha o'yinchi berar ekan. Yaxshi yangilik. Puli ko'plar uchun ajoyib imkoniyat. Qani biz sinab ko'ramiz birinchisida. Tots o'yinchilari. Qani ketdik. Yanami? Yo'q, seta bu safar. Organize. Bu safar Guisant. 104. Juda bir qiziqtirib qo'yib pullarni kamaytirib borar ekan. Hop, bundachi 100 dan 109 gacha tushar ekan va 20 million. Qani sinab ko'ramiz. Yaxshi tushmadi lekin xato ekan. Xato tushdi do'stlar, bu xato ekan, nomidan ma'lum. Hop, pitch. Ikkinchisi nima bo'ldi bu? Bunisi nimasi bo'ldi? Ajoyib yangiliklar qo'shibdi bizga Tots. 104 da exchange qilsak. Nimaga kirmadi unga? Pitch. Ha, bu nimasi bo'ldi? Rank up training. Bizda Mascherano ikkita har doimgidek shunaqa gaplar demak. Hozir extra time'ni ham ko'rib chiqamiz. Qani extra time'imiz bizda? Bunda ham yangiliklar bo'lish kerak. Va biz uni qayerdan yig'ishini ko'rib chiqamiz hozir. Exchange'dan oldingi yiqqanlarimiz kuyib ketdimi yoki saqlanib qoldi? Shunisi qiziq. Obbo. Bu nimasi? Bu nimasi bu? Oldingi yiqqanlarimiz qaytarib ber bizga. Oldingi yiqqanlarimiz kuyib ketibdi. Qani?
Qaytarib ber bizga. Insofdan emas bu. Bu nima bo'ldi endi? Yo'q, oldingi yiqqanlarimiz qani? Qaytarib ber bizga. Voy. 25 ta nima ekan bu? Shunga ham ochib ko'ramiz, ketdik. Pushkash. Hop, pushkash. Hop, tushunmayapman. Bunga nima qilish kerak? Qanday yig'amiz buni? Qanday yig'amiz? Hop. Nima bu? Qanday yig'amiz buni? Daily bonuslar olib turish kerak do'stlar. Aktivdan kirasizlar. Ko'pchilik unutib qo'ygan buni. Kunlik bonuslar berib turadi. Yo'q. Exchange'dan biz yiqqanlarimiz qani VTN berar ekan. Shunisi qiziq, yo'qolib ketdi. Lega. Ha, demak do'stlar, topdim ekstra time. Mana bu yerdan faqat 95 plusdan almashtirsak bo'lar ekan. Mana. Xo'p, har xil berar ekan bizga. 12 mingtami shunaqa ekan ekstra time. Lekin arziydimi degan savol bor. Ikki mingta. Juda ko'p ekan lekin. Judayam ko'p ekan. Shunga yarasha o'yinchi bersa yaxshi. 102, 109, 12 ming tegish kerak ekan. Va biz coinga almashtirsak bo'lar ekan. Ha, 100 ming. 100 ming berar. 109, hop. Ha, o'zini narxida. FIFAni o'zi olib qolar ekan. Yaxshi. Sotib o'tirmaymiz. Xo'p, TOTS shart. Beshta berar ekan. Bunga 10 ta, 25 ta. Juda kam, juda ham qiyin yig'ish buni. Do'stlar, juda ham qiyinlashtirib yuboribdi FIFA. Endi nima qilamiz? Xo'p. Player exchange qilib faqat pulga ochamizmi endi? 80 million yana bitta ochib ko'ramiz. Qani ketdik. Bu safar yana Singo yoki shu ikkalasi beraveradi xullas do'stlar. Bu futbolchilar tushib, hali sizni ko'p asagingizga tegishi mumkin. Sizlarga sabr tilayman. Eslab qolinglar, mana shu futbolchi va Singoni. Aytib qo'yay, eslab qolinglar yaxshilab.
Xo'p do'stlar, Totsda shunaqa yangiliklar bugunchalik bizda. Olmosimiz yetmaydi, o'tgan safar 11 mingtani sarflab olganmiz va umuman o'yinchi bermagan. Endi ocha olmaymiz afsuski. Va 3000 taga do'stlar, 3000 taga 103 dan boshlab beradi do'stlar. 103 dan boshlab. Shunisi yaxshi. Shunaqa o'yinchilar beradi bizga. Van Basten birinchi o'rinda turibdi. Qani statistikasini ko'raylikchi. Ho. Dinozavrmi bu? 5 oyoq. Wow. Super. Henry. Wow, tezligini qaranglar. 128. Wow. Zarba. Bu tushsa bormi? Yeb qo'yadi. Alloh variant. 131 tezligi. Nimalar bo'lyapti? Wow. Bu raketa tezligida uchadi-ku bu. Voy. Shunaqa bizga 109 ovir oshib boraveradi. Bugunchalik shunaqa gaplar do'stlar. Hammaga omad tilaymiz. Tots yangi mavsumida ko'proq overi 109 o'yinchi ushlash hammaga nasib etsin. Like bosish esdan chiqmasin albatta. Hammaga rahmat.